Dasturlashni noldan o'rganib, keyingi yilda shunaqa katta IT kompaniyada ishga kirishni xohlaysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, buni qanaqa qilishni o'rgataman. Bugungi qahramonimiz Jamshid aka Uzinfocom kompaniyasida full stack dasturchi bo'lib ishlab kelayotdilar. Jamshid aka yosh bo'lishlariga qaramay, hozirgacha ko'plab katta loyihalarni muvaffaqiyatli yakunlashga erishgan ekanlar. Dasturlashni o'rganishingizda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz deb so'raganimizda, dasturchi bo'lish maqsadida universitetga o'qishga kirganman, lekin universitetda dasturchilik kasbini men o'ylaganimdek yaxshi o'rgatishmagan. Shundan keyin o'qishni sirtqiga o'tkazib, dasturlashni chuqurroq o'rganish uchun internetdan onlayn darsliklar topib, o'z ustimda ishlashni boshlaganman dedilar. Qahramonimiz dasturlashni o'rganganlaridan keyin ham ish topishda ancha qiynalgan ekanlar, lekin ustoz topganlaridan keyin bu sohada ishlab ketishlari ancha osonlashgan ekan. Har kuni 7 soatlab kod yozib, zo'r dasturchi bo'lishga erishgan ekanlar. Jamshid akadan dasturlashni tez fursatda o'rganib, ish topishda qiynalmaslik uchun nima maslahat bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy dasturlash kurslarida o'qishni tavsiya berdilar. O'sha yerda kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, dasturlashni tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.